Endilikda aksiyadorlik jamiyatlari va mas'uliyati cheklangan jamiyatlar yig'ilishlarini Evot elektron platformasi orqali masofadan turib o'tkazish mumkin. Jamiyat vakili evot.uz platformasiga kirib, boshlash tugmasini tanlab, oynada chiqqan eri bilan kirish tugmasini bosib, elektron raqamli imzo orqali Evot elektron platformasiga kirishi va unda o'tkazilishi kutilayotgan yig'ilishning parametrlarini kiritadi. Hamda Evot elektron platformasida shartnomani imzolaydi. Shartnoma bir martalik bo'lib, u har bir yig'ilish uchun alohida tuziladi. Shartnoma imzolangach, yig'ilish kotibi Evot elektron platformasiga kirib, yig'ilishga taalluqli barcha ma'lumotlar va materiallarni yuklash imkoniyatiga ega bo'ladi. Shartnoma imzolangandan keyingi harakatlar. Birinchi bosqich: jamiyat yig'ilishga tayyorgarlik ko'rish. Shartnoma imzolanganidan so'ng, yig'ilish kotibi yig'ilishlar ro'yxati bo'limida foydalanuvchilar tugmasini bosadi va hisob komissiyasi ma'ruzachilar va boshqa qatnashchilarni belgilash orqali yig'ilish ishchi guruhini shakllantiradi. Bundan tashqari, yig'ilish kotibi tomonidan masalalar menyusida kun tartibida ko'riladigan masalalarga ma'ruzachilar biriktiriladi hamda masalaga aloqador materiallar joylashtiriladi. Masalalar menyusida kun tartibidagi masalalarga doir ma'lumotlar kiritilgach, tizim administratori tomonidan yig'ilishlar menyusida yig'ilishga belgilangan muddatlarda yig'ilish ishtirokchilari ro'yxati, ya'ni reyestrlar yuklanadi hamda yig'ilish ishtirokchilarining mazkur reyestrda keltirilgan elektron pochta manzillariga va faol telefon raqamlariga elektron xabarnomalar yuboriladi. Shuningdek, jamiyat talabiga ko'ra tizim administratori to'g'ridan-to'g'ri video translyatsiya qo'shib berish orqali yig'ilish qatnashuvchilari kun tartibidagi masalalarni onlayn tarzda muhokama qilish va ularga o'z ovozlarini berish imkoniyatini amalga oshirishlari mumkin. Ikkinchi bosqich: jamiyat yig'ilishi jarayoni. Yig'ilish tayinlangan kunda yig'ilish kotibi Evot platformasiga o'tib, boshlash tugmasini bosadi. Yig'ilish qatnashchilari o'zlarining shaxsiy eri kaliti bilan kirgan holda yig'ilishdan masofadan turib ishtirok etish va ovoz berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yig'ilishda qatnashuvchilar yig'ilish kun tartibidagi barcha masalalarga o'z ovozlarini berib bo'lgach, yig'ilish kotibi yig'ilish holatini ifodalovchi aktiv tugmasiga kirishi orqali tugatish tugmasini bosib, yig'ilishni yakunlaydi. Yig'ilish holati tugatilgan holatga o'zgargach, berilgan ovozlar natijalarga ko'ra tizimda shakllangan yig'ilish bayonnomasining shablonidan foydalanish, uni yuklab olish, tahrirlash mumkin bo'ladi. Shakllantirgan jamiyat yig'ilishi bayonnomasi yig'ilish kotibi tomonidan tizimga imzolash uchun joylashtiriladi hamda uning havolasi yig'ilish raisiga yuboriladi. Yig'ilish bayonnomasi dastlab yig'ilish raisi, so'ngra yig'ilish kotibi havola orqali o'tib, o'zlarining shaxsiy eri kalitlari bilan imzolaydilar. Shu bilan birga, yig'ilish bayonnomasi imzolangach, yig'ilish kotibi yig'ilish bayonnomasi, yig'ilish qatnashchilarining ovoz berish natijalari, yig'ilishda berilgan jami ovozlar natijalari hamda agar yig'ilishda foydalanilgan bo'lsa, yig'ilish video yozuvini tizimdan yuklab olishi mumkin. O'tkazilgan yig'ilish bo'yicha markaziy depozitariy tomonidan jamiyatga yuborilgan hisob fakturaga asosan jamiyat tomonidan to'lov amalga oshirilgandan so'ng shartnoma shartlari to'liq bajarilgan bo'lib, shartnoma yakunlangan hisoblanadi.